Mavzu bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi. Reja. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi. 2. Bakteriyalarning morfologiyasi. Bakteriya hujayrasining tuzilishi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Undan tashqari, bakteriya hujayrasi azot, uglevod, kislorod va vodoroddan tashkil topgan. Azot 16%, uglerod 45-55%, kislorod 30%, vodorod 6-8% tashkil qiladi. Bakteriya hujayrasi kimyoviy tarkibi, fermentlar, suv, quruq qoldiqlar. Tadqiqot maqsadi bakteriyalar tarkibini o'rganish, ularning hujayrasi tarkibidagi kimyoviy modda va ularning bakteriya hujayrasidagi ahamiyatini o'rganish. Quruq modda tarkibiga kiruvchi oqsil, uglevod, lipid va nuklein kislotalarning ular bakteriya hujayrasidagi rolini o'rganish. Bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod va vodoroddan tashkil topgan. Azot quruq qoldiqning 8-16%, uglerod 45-55%, kislorod 30%, vodorod esa 6-8% tashkil qiladi. Mikroorganizmlar turli elementlar va ularning birikmalaridan o'zlari uchun zarur bo'lgan oqsil, nukleoproteidlar, fermentlar, uglevod, lipid, vitamin va boshqa moddalarni sintez qiladi. Bakteriyalarning morfologiyasi bu bakteriya hujayralarining tashqi tuzilishi, shakli, o'lchami va joylashish tartibini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Kokki diametri 0,5 dan 1 mikrongacha bo'lgan sharsimon yoki elliptik shaklga ega bakteriyalar va quyidagi turlarga kiradi: monokoklar, yolg'iz karma bit, koksi kabi, 2 kokki, pnevmokok kabi, 3 ta streptokoklar, 4 ta kokki, 4 ta hujayra, narita, masalan tetrakoklar, 5 ta oktakoklar, masalan karbamid, spaeroidlari, 6 stafilokok aureus kabilarni uchratish mumkin. Bakteriyalarning turli shakllarda bo'lishi. Birinchisi koklar, sharsimon bakteriyalar. 2 monokok, yakka holda joylashadi. Diplokok, juft holda joylashadi. Tetrakoklar to'rtlik shaklda. Sarkina, kub shaklida. 8 ta hujayradan iborat. Vibrionlar vergulga o'xshash yarim shaklda bo'ladi. Bakteriya hujayrasi. Bakteriya hujayrasi bu yagona hujayrali organizmlarning tuzilish va funksiya birligi hisoblanadi. Ushbu hujayralar prokaryotlarga kiradi. Ular hujayra ichida yadro va boshqa membranali organoidlarga ega emas. Bakteriya hujayrasi devori, sitoplazma, ribosomalar, plazmatik membrana va genetik material kabi qismlardan iborat. Bakteriya hujayralarining asosiy qismlari plazmatik membrana, sitoplazma, ribosomalar, genetik material, qo'shimcha tuzilmalar. Ular turli xil vazifalarni bajaradilar. Xulosa: bakteriyalarning tuzilishi va kimyoviy tarkibi ularning moslashuvchanligi hamda ekologik rolini belgilaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.